Quyosh sharqdan chiqqanida dunyodagi eng sirli va eng qadimiy sivilizatsiya allaqachon mavjud edi. Bu qadimgi Misr edi. Bu xalq sahroning o'rtasida shunday madaniyat tuzdiki, ularning bilim darajasi ming yillar o'tib ham tushunib bo'lmaydigan darajada murakkab edi. Atrof chang, issiq cho'l, lekin bu cho'l ichida ular ko'p inshootlar qurishdi. Misrliklar piramidalarni shunchaki qabriston deb o'ylamagan. Ular uchun bu osmon va yer o'rtasidagi ko'prik. Firavnning go'yo abadiyatga yo'li edi. Fu piramidasi 2-3 million toshdan qurilgan. Har bir toshning vazni 2 dan 15 tonnagacha. Eng hayratlanarlisi, ularda kran yoki qandaydir uskunalar bo'lmagan. Men o'zim borganimda ko'rib hayratda qolganman. Bu xalqning matematika, arxitektura va astronomiyadagi bilimlari shunchalik yuqori ediki, piramidalar butunlay shimol yulduziga aniq yo'naltirilgan edi. Zamonaviy GPS qila olmagan aniqlikni ular ming yillar avval bajarishgan. Misrda hamma narsa sirli. Tutanxamonning la'nati, mumiyalash jarayonining dahshatli detallaridan tortib, yozuvlar, iyerogliflarning 700 dan ortiq ramzlari, har biri alohida bir olam. Misrning sizga nimasi yoqadi? Albatta fikringizni izohda yozib qoldiring va bizga obuna bo'ling.